Hürmetli kuzatuvchilar, Bahot Avtosoda kanalına abone olun. Aziz yurtdoshlar, 14 oktyabr 2025 sonramiz navbatdagi Matiz bo'ldi. 2009 yil ishlab chiqargan avtomobilimizni ikamiz Esrora berdik, xudo xolasa. 21 million so'm naqd pul berdik. Tabriklaymiz. Xayrli, davlatli mashina bo'lsin. Tabriklaymiz. Aytmading-ku. Alga kudagaylar dedik. Qaynonaga satdik, xudo xolasa. 2009 yil avtomobilimiz holati zo'r edi. 21 million so'm pul berdik, xudo xolasa. Baholarni e'tibor etasizlar, 170 ming yurib turgan kraska faqat zanjirada va metan gazi ideal holatdagi mashinamiz 21 millionga sotildi. Aziz yurtdoshlar, sizlarda shunga zo'r chiroyli senalarda mashinalar ko'p, kredit, barter, naqd pul asosida kelib avtomobillarimizni xarid qilishlaringizni sizlardan shuni sotib olgan mashinalar bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Kelishsak naqd, bo'lmasa sotib berish variantini qilamiz. Rahmat, kelaverasizlar.